uyingiz bor, kvartirangiz bor, arendaga qo'yasiz, bu uydan oxirigacha ko'ring. Nimaga? Chunki jinoyat chiqib qolishingiz mumkin. Agar yigit va qizga bir kechami, bir haftami yoki yarim soatmi jinsiy aloqa qilish uchun pul evaziga o'sha joyingizni bersangiz, bu jinoyat tarkibiga tushib qoladi. Chunki g'araz niyatda yoki tamagirlik yo'li bilan jinsiy aloqa qilish uchun sharoit berishingiz o'zingizning hududingizda, o'zingizning mulkingizda bu jinoyatni belgisi hisoblanadi. Shuning uchun bu narsani oldini olish uchun kimnidir uyingizga qo'ymoqchimisiz? Arendaga bu aloqa qilish uchun, yomon ishlar qilish uchun emas, shunchaki yashash uchun, mehmon bo'lish uchun. Bunda shartnoma tuzasiz, ijara shartnomasi va shartnomaga ular noqonuniy harakat uchun, axloqsiz harakat uchun men javobgar emasman degan mazmundagi shartni kiritib qo'yasiz. Shuningdek, shartnoma tuzganingiz bilan baribir ularga aloqa qilishligini bila turib yoki aloqa qilishga kelishib, shuni qilamizmi aytgandan keyin bo'pti qiloylar deb pul olib qo'yib qo'yish baribir jinoyat bo'ladi. Shuning uchun bu narsani diqqatli bo'lish kerak. Jinsiy aloqa qilish uchun tamagirlik yo'li bilan yoki g'arazgo'rlik yo'li bilan pul olib uyingizga kiritib olishingiz bu narsa jinoyat tarkibiga berib qo'yadi. Shuning uchun ehtiyot bo'lish kerak, hushyor bo'lish kerak. Har qanday vaziyatda ham siz mehmon sifatida yoki yashash shaxs sifatida, yashovchi shaxs sifatida o'sha hududingizga yoki uyingizga faqatgina ijara maqsadida odam qo'yish huquqiga egasiz. Lekin qandaydir boshqa maqsadlarda yoki boshqa niyatlarda bu yerdan foydalanish qonun bilan taqiqlangan, ayniqsa jinsiy aloqa qilish maqsadida bo'lsa.